Navruz mavsumida juda ham zo'r yangiligimiz bor. Do'stlar, esingizda bo'lsa, ishlab chiqarishimizda 10 mingdan ortiq daraxtlarimiz bor edi. Biz barchasini yerdan qazib olib, tuvaklarga ekib qo'ydik. Endi sizlarga nafaqat kech kuz va erta bahorda, balki yil mobaynida ushbu mahalliylashtirilgan daraxtlarimizni ekish imkoniyatini yaratib berdik. Do'stlar, biz bu daraxtlarni Yevropadan olib kelib, 4 yil mobaynida o'z iqlimimizga moslashtirdik. Endi esa siz ularni olib o'z obyektlaringizda yoki hovlingizda istalgan paytingizda ekishingiz mumkin bo'ladi. Endilikda ishlab chiqarishimizda 20 xildan ortiq boshqa daraxtlar ham yetib keldi. Endi ularni ham 4 yil mobaynida o'z iqlimimizga moslashtiramiz va kelajakda tabiatimizni yaxshilashga o'z hissamizni qo'shishga davom ettiramiz. Hozir esa men mahalliylashtirilgan daraxtlarimizning ichida o'z tavsiyalarimni bermoqchiman va qaysi daraxtlarimiz sotuvga mavjudligini ko'rsatib o'tmoqchi edim. Esinglardami, Sliva Pisardi bahorda juda ham chiroyli gullaydi degan edim. Mana o'sha daraxt, qaranglar, shundan Navruz shukuhini berib turibdi-da. Buni hozir bemalol olib o'z obyektingizga eksangiz, xuddi shu holatda moslashib ildizlarni qoqib o'rnashib ketadi. Undan tashqari bizda klon, yasen, chinor, dekorativ olma, rabiniya top va boshqa turli xildagi dekorativ daraxtlarimiz bor. Barchasi o'z iqlimimizga moslashtirilgan va bemalol istalgan obyektingizda ekish uchun mo'ljallangan. Istalgan miqdoringizda Flowers Garden'dan kelib xarid qilishingiz mumkin.